Shinaki dodom shina choy xo'ra Bu sochimizni do'q holati. Mana bu qizga bitta qarab olaylar. И потом. Bunaqangi shustri qizlar ham bor. Ham o'qiydi, ham sochini qildirib, shuni bahonasidan anchagina narsa o'rganadi. Malades. Tavsiya qilaman hammalarga. Oldin qildirib, bemalol jonli ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Ham bitta dars. Dars boshlaganmiz o'zlarining sochlarida. Model o'zlari. Mana shunaqangi nima deydi? O'zim kino olyapman, syomkachi o'zim, rejissyor o'zim deydi. Shunaqa bo'lgani kelgan aktrisa o'zim degani kelganmiz. Boshladik. Mana bu soch qizil qilmoqchimiz. Do'si. O'tirishni qarang. Mana bizni postlaymiz. Shu 3 soat ichida nimalar o'rgandingiz? Shuni gapiring. Voy. Juda kattani. Odamlar pul to'lab master klasslarga borishadi-yu. Rosa zo'r foydalandim deydi, lekin kallam ishlab qolgan qarang. Aytyapman-ku, sizga o'xshagan shustri shogirdlarim bor. Ha, o'rganishadi, qarab turing, endi onlayn kurs sotib olish uchun birinchi sochligini bo'yatishadi. Pul to'lagan o'zim boraman deb, kartaga emas, tashagani boraman. Sochim bo'yatib kelaman. Kartaga tashlang dedingiz-ku. Yo'q, oldin o'zingizni ko'ring, kimga o'rgatayotganingizni biling dedim de. Malades. Rahmat, kattakon, qo'llaringiz dard ko'rsin. Kartaga tashlang dedingiz-ku. Yo'q, oldin o'zingizni ko'ring, kimga o'rgatayotganingizni biling dedim de. Malades. Rahmat, kattakon, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sizni yo'lingizni bersin bizga ham. Amin. Nima niyatingiz? O'zimga o'xshagan shogirdlar chiqaradigan sizdagi professional ustoz bo'lib ketay. Niyatingizni aytib bering. Iloyim. Yoqdimi? Yaxshi zo'r, ha. Kraskadan keyin uxotlar ham qilib, sochimni zo'r qilib o'z do'stim ham ko'rishdi-yu. Aha. Va shu boshqa soch bo'ldi-da. Sochim ham prям yengil bo'ldi. Kesdik. Qo'lingiz yengil ekan, rosa rahmat. Maza qildilar. Shunaqa gaplar. Rahmat. Olcha guli